Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-mart, haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Ayollar, qizlar uchun ko'ylak, lozimlari bilan, ko'ylakni o'zi ham nech pul bo'lyapti mana shu birinchisiga nima o'zi bu? Bular Bali chopon, ha? Chopon. Chopon nech pul bu? 48 ming qilib beramiz. Mana 48 ming so'm. Rasitkalar bor. Donaga ham shunaqmi? 50 ming. Donaga 50 ming so'm, pachka narxi 48 ming so'm. Razmer nechtalik? Standart 54 gacha cho'radi 50 dan. 50 dan 54 ga doğru tushiradi deyapti. Standart ekan. Abay fasonda. Bu taraflarisicha, mana tigr nech pul? Bularda ham 48 qilib beryapti oxirigacha shu. O oxirigacha 48 ming so'm pachka narxi. Donachi donaga. 50. 2 ming so'm farqi bor. Donaga 50 ming so'm ekan. Razmeri 48 dan 50 52. ha 50-52 ekan bular razmeri. Alo. Mana bu ro'paradagilarchi. Troykalar ularda pachkaga 60 ming qilib beryapmiz. Troyka ekan u. Pachkaga 60 ming so'm ekan, donaga 65. donaga 65 ming so'm ekan. Mana bularisichi? Bular 68 qilib beryapmiz. 70 Shu pastki qatori? Nech pul ekan bular? 70 ming dona. Pachka 68. Ha tepa past narxi bir xil. Ranglar har xil. Ha, rasvetkalari bor ekan. Mana donaga nech pul deyapsiz bularni? 70 beryapmiz. Donaga 70 ming so'm, pachkaga 68 ming so'm. Razmeri 48 50 52 gacha cho'r standart bilan abay fasonda. 48 dan 52 ga doğru tushiradi deyishyapti razmerni. Nomeringiz 93lik 93lik 825 825 06 06 46. 46. Telefon qilaverasizlar. Keyin kechasi telefon qilmanglar. Haligi sotuvchilar bir xillar kechasi telefon qilmasin deyapti-da. U nomer o'zi menga kerak emas, shu oladigan odamga kerak. Shuning uchun hali dovdirab yo qandaydir bir hazlashga, qandaydir bir vaqt olish uchun ham telefon qilmanglar. Biz bozorning manzilini hamma videomizda aytolmaymiz. Chunki bo'lmasam bozorni tanishtirish bilan vaqt o'tib ketadi. Ko'p videolarda aytganmiz, mana bozor deb. Boboshbek bozori bu bozor hozirgi vaqtda.